Birinchi o'rinda toshlarni his qilishni o'rganishimiz kerak. Birinchi o'rinda. Qizil qayi kichkinasi qanaqa, o'ttanchasi qanaqa, kattasi qanaqa, shuni bilib olishingiz kerak birinchi o'rinda. Undan keyin siz qilayotgan ishingiz bu yerga e'tibor berib baqa qarash emas. Baqni yodlab olishingiz kerak. Qayerda kichiklar turadi, qayerda o'ttanchilar turadi, qayerda kattalar turadi. Shuni yodlab olishingiz kerak. Birinchi o'rinda chap qo'l shu yerdan haqqa o'tmasin. Buni kirgizib qo'yasiz, mana kiradi, mana narsa qiladi. Imtihon jarayonida nok qolsa bal kesadi. Mana unda bal kesadi. O'shanga aniq taxmin nimasi, mana yerda termadimmikin, erta qilmadimmikin deb ikkilanib o'ylashdan ko'ra chap qo'lni ishga soling, aniq 100%. Ba'zilar bor nok qilib harakat qiladi, u noto'g'ri. Tez harakat qilish emas, sifatli harakat qilish kerak. Plus bu ham 30 sekundda bolalar terishyapti hozir. Men o'rgatgan stil bo'yicha qilsangiz, xotirjam 30 sekund, 35 sekund terasiz. 33 sekund terdi. 33. Hop, shu birinchisi e'tibor beryapsiz. Birinchisi bu yoqqa yodlab olgan bo'lishingiz kerak mana. Ba'zi ko'ryapsiz-ku. Bu yer terib bo'ldingizda, mana og'irgisini ko'ryapsiz. Quyitganingizda balq qurib bo'lishingiz kerak. Bu degani nima desa bo'ladi? 10 sekundga yutdi deganda, 8 sekund nariga. Mana uni qo'yayotganingizda o'zi no qilasiz, o'shanda mana uni o'zim no qilib yutish kerak. Tushunyapsizmi? Buni oxirgisini qo'yapman, oxirgisini. Undan keyin men bu yerni qo'yishdan oldin men bu yerni qurib bo'lishim kerak. Bu men yutug'im, vaqtdan yutaman. Sirazi buni qo'yib bo'lgandan keyin sirazi vaqtdan ketadi. Chap qo'l ishlasin. Chap qo'l bilan ko'proq ishlarni, ko'pchilik chap qo'l bilan ishlamaydi. No qiladi ko'pchilik. No oladi, no qilib ketaveradi. No qilib. Bu xato bo'ladi. To'g'ri, ba'zilar uchun qulaydi, lekin men sizga eng samarali adashmaydigan sirlar o'rgatyapman. Umuman adashmaysiz men o'rgatayotgan sirlar. Sal e'tiborliroq, narsaroq bo'lsangiz bo'ldi. Bittangizni vaqtga qo'yib bering, men o'zim hozir o'rgatgan stil bo'yicha qilamiz. Qo'ysin. Hop. Ve ko'zlarimga, harakatimga e'tibor bering. Hop. Chap qo'lga o'ta katta e'tibor bering, chap qo'lga. Chap qo'lingiz noto'g'ri bo'lsa, bu yerda qiynalasiz. Bitta noto'g'ri terib qo'ysangiz, yo'g'imizda bo'yatganimdek noto'g'ri shaklda bo'lsangiz, u o'zi qiynatadi. Oxirida vaqtdan o'tkazib qo'yasiz. To'xtang.